Bozorlarda gulkaram narxi ancha arzonlashib qopti. Mehmon kutganingizda ham mehmonlarni oldida uyaltirmaydigan uslubda tayyorlaymiz. Qani ketdik. Bismillah deb gulkaramni iloji boricha bir xil kesib tayyorlab olamiz. Keyin gulkaramni suvga solib, tuz solib 10 minut davomida qaynatib olamiz. Pishgan gulkaramni sovutishga olib qo'yamiz. Soviguncha klyar tayyorlaymiz. Tuxum, suv, kraxmal, tuz, oz-ozdan unni solib, shunaqa suyuqlikda klyar tayyorlaymiz. To'liq proporsiyani video tagida yozib qoldiraman. Endi sovigan gulkaramlarni klyarga botirib, keyin non talqoniga bulg'alab oldindan qizdirilgan o'rtachadan past olovga yog'ga solib, usti qotguncha qovuramiz. Gulkaram pishguncha ustiga maxsus sous tayyorlab olamiz. Sousga saryog'ni eritib, chesnokni mayda to'g'rab solamiz, zelenni mayda to'g'rab solamiz. Pishgan gulkaramni ustiga tayyorlangan sousimizdan solamiz. Bu uslubda ham albatta bir marta bo'lsa ham gulkaramlaringizni tayyorlab ko'ring. Ko'rinishlari shohona chiqadi. Retsept yoqsa yurakchani bosib, gulkaram sevadigan do'stlaringizga yuboring.